Xalqobod obodlikka yuz tutmoqda. Ma'lumki, davlatimiz rahbari topshirig'i asosida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida hududlarda obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Shu kunlarda Payariq tumanining Xalqobod mahallasida ham ishchi guruhining o'rganishlaridan so'ng avvalo hududdagi yo'l, elektr energiyasi, sog'liqni saqlash, mehnat va bandlik kabi aholining eng birlamchi hayotiy ehtiyojlari bilan bog'liq tizimli masalalar hal qilinishiga kirishildi. Mahalla hududidagi ichki xo'jalik yo'llarining 6,3 kilometr qismini joriy ta'mirlash, ya'ni asfaltlashtirish, shuningdek ichki ko'chalarning 2,1 kilometri shag'allashtirishga tayyorlanayotgan bo'lsa, 1,8 kilometr piyodalar yo'lagini qurish ishlari boshlanmoqda. Hozirgi turgan ko'chamizda qishki kunlari umuman yurib bo'lmasdi. To'g'risi loy, bolachalar maktabga ham bora olmasdi. Svet bo'lsa-da, kuchli qor yomg'irlar sababli yog'och stalbalarimiz sinib, tokdan uzilar. Hozirgi kunda mana bunday chiroyli beton stalbalar qo'yildi. Qishlog'imiz butun bayram shukuhida, xursand. Har bir jamiyat taraqqiyoti va xalq farovonligini ta'minlashda mahalladagi muhitning obodligi muhim o'rin tutadi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili nafaqat shaharsozlik yoki infratuzilma rivojlanishiga oid masala, balki ijtimoiy va ma'naviy hayotning ajralmas qismi hisoblanadi. Mahallaning obodligi nafaqat uning hududiy rivojlanishi, balki unda yashovchi aholining farovonligi bilan ham bevosita bog'liq. Obodonlashtirilgan mahallada sog'lom muhit shakllanadi. Odamlar o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlik kuchayadi va yashash sharoitlari yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatida jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir qiladi. Shu bois Xalqobod mahallasida mavjud infratuzilmalar yangilanmoqda. Odamlarning yashash sharoitlari yaxshilanmoqda. Deylik, ko'p yillardan beri ta'mirga muhtoj bo'lgan energiya ta'minoti sohasida yangi transformator o'rnatilib, eskirgan simyog'ochlar yangilanyapti. Payariq tumani Xalqobod mahallasida elektr ta'minoti bo'yicha 40 dona temir beton ustunlar va shunga tortiladigan 2 kilometr masofada kabel va 1 dona 160 kilovatga teng quvvati transformator punkti o'rnatish rejamizda edi. Bularni hammasini transformatorda o'rnatib ishga tushirish arafasidamiz. Temir beton ustunlar 40 dona o'rnatilib, sip kabellari tortilyapti. Xonadonlar ko'paygandan keyin tok quvvati pasayib ketib, maishiy texnikalar ishlatilmasdan odamlar qiynalayotgandi. Mana 160 lik yangi transformator punkti o'rnatdik. Aholini elektr energiyasidan ta'minoti yaxshilandi, odamlar xursand.